Avtosalonimizdagi barcha avtomobillarning obzorini bitta videoga tiqdik. Hozir ko'rasiz oxirigacha. Haval M6 2024 propan gazlari bilan 50 mingta yurgan, hamma ishlari qilingan chexol, polik, mягкий balonlar, tonirovkalar. Narxi 18 ming dollar. Cherry 6 Pro 2023 23 mingta yurgan, benzinga 16 ming dollarga beramiz, kraskalari toza. Haval Julion eng samiy full pozitsiyasi 2024-yil 30 mingta yurgan, propan gazlari bilan kraskalari toza. 22 ming dollarga beramiz. Cherry Tiggo 2 Pro 2025 10 mingta kilometr yurgan, benzinga 14.500 dollarga berib yuboramiz, kraskalari toza. Hyundai Santa Fe 2019 bitta oldin kapotda kraska bor, bir quruq yurgan, benzinga yurgan. 15 ming dollarga berib yuboramiz, koreyskiy avtomobil. Kia Sonet 2025 qora rangda, ikkinchi pozitsiya, avtomat korobka, 10 ming kilometr yurgan, kraskalari toza, 17 ming dollarga berib yuboramiz. Gentra 2020 mexanika qora rangda, bir quruq yurgan, propan gazlari bilan, kraskasi toza, 10 ming dollarga berib yuboramiz. Cobalt 2021 avtomat, metan gazlari bilan 50 mingta yurgan, kraskasi kapotning uchta bor. Narxini 11 ming dollarga beramiz. Cherry 7 Pro 2023 birinchi pozitsiyasi, bezlik pozitsiya, 9 ming kilometr yurgan, benzinga yurgan, 19.500 dollarga berib yuboramiz. Monza 2023 1.5 atmosferli motor, kraskalari toza, benzinga yurgan, 30 mingta yurgan, 16.300 dollarga beramiz. Jetour X90 Plus ranglariga baho berasiz. Kinda Blue, Dark Moon Blue deydimi, o'zgacha rang. Kraskalari toza, 135 mingta yurgan, propan gazlari ham bor, mягкий balon, tonirovka, hamma ishlari qilingan, 20 ming dollarga berib yuboramiz. Jetour X95 modeli 23-yil 42 ming kilometr yurgan, benzinga, kraskalari toza, 24 ming dollarga beramiz. Jetour Dashing 2023 78 mingta yurgan, benzinga, bitta oldin eshigida kraska bor. 1.6 motorligi, sami fulli, salonning ichi ham oq ko'chalar bilan jihozlangan. 20 ming dollarga beramiz. Tracker LTZ 2023 43 mingta yurgan, benzinga, kraskalari toza, 14.800 dollarga beramiz. Kia Sonet 2025 30 ming kilometr yurgan, benzinga, kraskalari toza. Avtomat korobka, bezlik avtomat, 16.400 dollarga berib yuboramiz. Tracker LTZ 2023 qora rangda, 35 ming kilometr yurgan, benzinga, kraskalari toza, 15 ming dollarga beramiz. Hyundai Santa Fe 2021-yil 60 ming kilometr yurgan, salondan bir qo'l mashin, bir kishi olib haydagan, kraskalari toza, benzinga. Narxini 29 ming dollarga beramiz. 2.4 Malibu 2018-yil, kraskasi shoferning oldin krilosida bor, 60 ming kilometr yurgan, metan gazlari ham o'rnatilgan. Mana bunaqa mягкий diskobalonlar ham qo'yilgan. Narxini 18 ming dollarga beramiz. Avtosalonimizga kelaverasizlar. Bu aytib o'tilgan mashinalar barchasi kreditga chiqadi, faqat buxoroliklar uchun. Boshqa viloyatlarga naqdga sotiladi.